akalarimiz yo'lda chuqur to'g'rilab ketishdi, Alloh rozi bo'lsin. Lekin biz hozir chuqur hafta emas bizning videomiz. Bizning videomiz mana chiroyli panjara, chiroyli panjaralar haqida bo'ladi. Xudo xolasa mana ishimiz bitdi. Sizlarga eng chiroyli uyda eng chiroyli panjarasi bo'ladi degandik. O'zingizlar baho beraverasizlar. Fasad ko'ryapsizlar mana Xudo xolasa. O'ta milliylik. Bitta urf urib turibdi. Ha, Xudo xolasa bu fason bu devorlarga yarashmasa qayerga yarashadi yana Xudo xolasa mana. O'ta chiroyli. Biz jamoamiz bilan bu ishni ham bitirdik Xudo xolasa. Sizlarga bir hozircha yorug'lik qilyapti biz telefonimiz. Go'zallik olib bermayapti. Klassik variantlarni ham ko'rsatib beramiz Xudo xolasa mana. Chilib ketib bitta yopilyapti Xudo xolasa. Ana akalar. O'zingizlar baho berib ko'rasizlar. Xudo xolasa вообще zo'r chiqdi. Egalari ham o'ta xursand, Xudo xolasa rozilar. Mehnatimizdan, ishlarimizdan. Sizlar ham bir baho berib ko'ringlarchi. Mana chiqdi ishimiz.